tamam şu tarafta da. Birinci telde. Yediğime 8 bin lira mı var şimdi? Çıkışgahını yürümemiz. Çıkışa yigirami mi? Şun hada var. Bunun bilmekten içmeyeyim. Şu geçen tane ya. Bir marta ichib ko'rdim, ko'p ichsangiz anaqa bo'lar ekan, boshingiz og'ritar ekan. O'sha Hada var. 45 ko'p olar ekan buni. Arzonda ham mazasi yaxshi. Ko'p ichib bo'lmas ekanda uni. Shu bir butilka ichuvdim, ikkinchisini ochib 100 gram qo'ydim, bo'ldi, maza qochdi deb, bo'lmaydi dedim. Ana qizdirib olar ekan, davleniya ko'tarib olar. Davleniyasi past odamlar ichib yursa bo'lar ekan. Davleniya ko'tarib olar ekan, risk. Konyak-da u ham nastoyka. Yozda bo'lmas ekan ichib buni. Terlatib, olatib qo'yar ekan. Aroq davleniya tushiradimi? Bilmayansizmi? Bir marta yangi yilda qishloqqa borma Qashqadaryoga.